Ro'zadorlarning duosini olishni xohlaysizlarmi? Sizlarga juda ham mazali bo'lgan maxsus go'sht soy taomim retseptidagi sirlari bilan bo'lishaman. Buning uchun bizga albatta barra 24 ning haqiqiy barra mol go'shtlari kerak bo'ladi. Bunaqa mazali barra go'sht bilan taomingiz shunaqa mazali chiqadiki, bizga go'shtni aynan tozalangan ichki son qismi kerak bo'ladi. Videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Yaltirab turgan go'shtlarimizga soya, yog', chesnok solib yaxshilab masaj qilamiz. Marinatlangan go'shtimizni qizib turgan skоворodkada seli chiqquncha qovuramiz. Qovurilish jarayonini o'zida go'sht ideal darajada pishib yetiladi. Svetofor bulg'or qalampir va pomidorlarni ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz va go'shtni yoniga yuboramiz. Go'sht sayimiz ham tayyor bo'ldi. Hidlarini tasavvur qilasizlarmi? Endi tasavvur qilish shart emas, shunchaki tayyorlab, birinchi luqmani tatib ko'ring. Barra 24 haqiqiy barra go'shtlari bilan tayyorlangan bu taom barchangizning ko'nglingizdan joy olishi aniq. Yoqimli ishtaha.